Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Mana hozir madaniyatdamiz. Madaniyatda mana O'zbekiston bilan Qirg'izistonning chegarasi Madaniyat degan postga ham yaqin ekan. Bu choyxonaga bir avvalam kelgan edik. Hozir atini nima dedik? Farovon, Farovon choyxonasidamiz. Mana yuqoridagi suhbatimizda shu domlamiz, Arabboy domla birodarimizni Hoji akamni sharafi bilan, yo'qishini sababi bilan bog'ida o'tirdik. Ana endi hozir shu madaniyatga ham bu yerda birodarlarimiz bor ekan, bular ziyoratlarga kelib, shular bilan ham suhbat qilamiz ekan. Endi musulmon odam bir yerda to'planib qolsa, jam bo'lib qolsa, uni suhbati, zikri, Allohning zikri bo'ladi, oxiratda g'am bo'ladi. Luqmon Hakimni o'g'liga bo'lgan bir vasiyati bor ekan. Luqmon Hakim o'g'liga shunday bir vasiyat qilibki, Qala Luqmanul Hakim li ibnihi. Luqmon Hakim o'g'liga aytdiki, ya bunayya, inna dunya bahrun amiq. Bu dunyo katta dengizdir. Katta, mana shu haybatli dengiz. Qad g'ariqa fiha nasun kathirun. Va bu dunyo dengizida, mol dunyo dengizida ko'p odamlar cho'kib ketganini ko'rdim. Ko'p odamlar cho'kib ketdi. Faltakun safinatuka fiha taqvalloh. Shuning uchun sen dunyoda suzadigan bu kemani ichiga Allohdan qo'rqishlikni, taqvoni yuk qilib savol. Gruzing taqvo bo'lsin yuki. Kemani ichini taqvo bilan to'ldir, ya'ni suv kirib ketmasin. Dunyo kirib ketmasin ichiga. Hashbuha iymanu billah. Va uni o'sha Allohning iymoni bilan boshqarib, va shirauha nima debdi? Tavakkalu alalloh. Yelkanlarini, hali olib ketadigan yelkanlarini Allohga tavakkul qilishlik bilan qilgan. Allohga tavakkuling yelkanlari bo'lsin. La'allaka tanju va la araka najiyan. Ajabmaski seni najot topganlar qatorida ko'rsam. Ya'ni o'sha dengizdan eson-omon o'tib olgan, dunyoda dengizdan eson-omon o'tib olgan. Ya'ni dunyodagi dengizdagi kemalar qachon cho'kib ketmaydi, qachonki ichiga suv kirib ketmasa cho'kib ketmaydi-da. Dunyoda maishatini qilavermaydi. Yeb, ichib, pul qil, mol qil, boylik qil, cho'ntagingda bo'lsin, sondig'ingda bo'lsin, yuragingda bo'lib qolmasin. Dunyoni boyligi yurakka kirgan kuni cho'kib ketasan. Deyaptilar, suvning ichiga kema ichiga suv kirganda cho'kib ketgandaqa, shu sen mayli dunyoni kezib boraver, ichida yuraver, lekin ichingga dunyo kirib ketib qolmasin. Dedilar-da. Shuning uchun ham musulmon odamlar to'planib bir yerda o'tirsa, manaqangi chiroyli bog'roqda o'tiradimi? Bunaqa chiroyli joylarda o'tiradimi? Qayerda o'tirsa ham nima bo'lsin? Qalbidagi muhabbati Allohga bo'lsin, va suhbati Allohning zikri bo'lsin. Shuning uchun endi hozir sizlarga So'fi Alloh hazratlarini qiyomatning haqligi bayoni degan bir baytini o'qib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat haq erur ey odamizod, Xudo Qur'on ichida qildi ko'p yod. Musulmonligi iymon keltirish bilan-da, ko'rinmaydigan narsaga ishonish bilan. Ko'rmay turib ishonsa ham musulmon bo'ladi-da. U hali ko'rib turib ishongan u iymon emas u. Qur'onda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin." Mana bu kitob, qo'linglardagi Qur'on kitob muttaqinlarga yordam berishiga shubha yo'q. Hech qanaqa shak shubha yo'q. Aniq u shu yordam berish. Endi u muttaqillar kimlar desa, allazina yu'minuna bil g'ayb. Birinchi shart shuda, ular g'aybga iymon keltiradi, ya'ni ko'rmay turib ishonadi. Allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Va Alloh namozlarni qoyim qilib infoq qilishadi. Eng birinchi sharti yu'minuna bil g'ayb. Eng birinchi shart. Qur'on manfaat beradigan odamlar g'aybga ishonadi. Ya'ni g'aybdan bittasi nima? Qiyomat. U yoqqa kim borib kelibdi, kim o'lib ko'ribdi degan shu kofir sifat, shayton aldagan odamlarning gaplari u. Lekin siz bilan bizni iymonimizda ushlab turgan narsa, bizni qo'shnini agrotiga kirib ketmaslikdan to'sib turgan narsa, bemalol birovga zulm qilib haqqini tortib olsak ham bo'ladigan paytda shuni qilmay turganimiz, o'zimizdan ojizlarga zulm qilmay turganimiz, biror haqqini yedirmay turgan narsa shu qiyomatdagi hisob-kitobdan qo'rqishlikda, shu g'aybga iymon keltirishlik. Bo'lur qudrat bilan tuprog'imizdan kirar jon qaytadan beshubha zon. Zon deb ham gumonda aytadi. Beshubha begumon mana turpoqqa aralashib ketgan badanimiz qaytib tikalanib
Allohning qudrati bilan tuproqqa aylanib ketgan turpoq qaytib yana badan bo'ladi, mana shunaqa jasad bo'ladi. Xuddi tirik odam qanaqa bo'lsa shunaqa bo'ladi. Yana jonimiz qaytib badanimizga kiradi. Va haligi o'lgan odamning ruhi jannatga kiradi, qolgan suv yerda qolib ketadi emas. Shu qaytib xuddi mana shu qanaqa badan bo'lsa, qanaqa jon bo'lsa shu tirilib chiqadi. Endi Alloh taoloning qudrati ilohiysi bilan agar jannat ahli bo'ladigan bo'lsa, o'sha erkaklar 33 yosh degan, o'sha ayollar 18 yosh deganda shunaqa rivoyatlar endi bor. Taning har turli bo'lgan bo'lsa barham, qilur burnog'idek halloqi olam. Seni ko'zing boshqacha, uni badani boshqacha, uni terisi boshqacha, uni rangi boshqacha bo'lsa ham, barmoq izlari million odam to'g'ri kelmaydi bir-biriga. Shular boshqacha bo'lsa ham, Alloh taolo oldingi qanaqa bo'lsa shunaqa tiklab qo'yadi. Turpoqda oralashib ketib, masalan, Ilyos Beyning qo'li bilan nimani Sodiqjonda oyog'i olmashib qolib oralashib ketmaydi. Uniki o'zida, buniki o'zida tikiladi, turiladi. Xudo hech yerda yo'qni ayladi bor, yaratsa qaytadan ermas bu dushvor. O'zi oldin yo'qdan bor qilib yaratgan Xudo o'zini materialing yo yerda chachilib yotib, o'sha materialingdan tiklab qo'yish oson, Alloh taologa oson qaytadi. Udur hokim, nechuk kim hukm qildi, tiril degach hamma olam tirildi. Allohning ishi kun deyishdik, faqat bo'l deyishdik. Kun fayakun. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Qur'onda keladi Yosin surasida. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Agar Alloh taolo bir narsani iroda qilsa, bir narsani bo'l deb bo'lishini xohlasa, u siz bilan menga o'xshab oldin materialini qilib, g'isht qo'ydirib, profil olib kelib, anaqa sifarish topib kelmaydi. Bitta so'zda bo'l deydi. Kun, bo'ldi. Bo'ladi shu narsa. Endi qarangki, Alloh taoloning qudrati ilohiysini shunaqa ekanda, yig'ar mahshar yerida barcha jonni, so'rar bandasidan yaxshi yomonni. Ana endi mahshar degani, hashr degani to'planadigan, mahshar degani to'planadigan yer degani. Hamma to'planadi. Kofir ham, musulmon ham, katta-yu kichik o'lganki hammasi tiriladi, to'planadi. Ana shu yerda endi Alloh taolo boshlaydi bir chekkadan, lekin miqdaruhu 50,000 sana. Qiyomatda miqdori bir kuni 50,000 yilga to'g'ri keladi. Miqdaruhu 50,000 sana. Bizda 24 soatmi bir kecha kunduz? Kuni 12 kunduzi 12 soatmi? Bir kuni 50,000 yil. Bu daprosda Alloh taolo shu xohlaganda qilib qiladi. Shu yerda naqsh degan so'z bor. Naqsh deb qo'yadi. Hali mayda gul soladi-yu. Niqosh degan so'z o'zi shu haligi zirava kirib ketgan bo'lsa, yinani uchi bilan mana shu kavlab chiqarishni aytadi-da. Agar Alloh taolo niqosh qilib qoladigan bo'lsa, tindag'i orasidagi bekitgan ayblarni hammasini chiqarib sharmanda qilib tashlaydi. Alloh taolasi na'udhu shunaqa qilmasin. Endi agar xohlasa, Alloh taolo rahm qilib qolsa, sattor sifati bor. O'zingizni ichingiz yuragingiz qoltirib, hozir ochilib ketsa o'ldi, endi rasvo bo'laman deb tursangiz, o'zingizga ham bildirmay qilib yo'q qilib qo'yadi. Qarasangiz hamma yo'q tekkiz, ma'da manaqa kasay bor edi-yu, manaqa chataq bor edi-yu deb, lekin hali Qur'onda keladi u voqeasi. Meni kitobimni o'qinglar. Men o'zi chataq, bu yoqqa chataq edim, tozalab qo'yibdi Alloh deb o'zi maqtab orar ekan-da. O'zi so'yinib, o'zi aytib orar ekan, men o'zi manaqa edim. Xudo meni tozalab qo'yibdi. Alloh taolo ashnaqalardan tozalanganlardan qilsin. Har ishni ko'p qilib dursan va yo oz, hisobin ham tilar u bandadan boz. Astagfirullah. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yarahu va man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu. O'sha kuni zarracha qilgan yaxshiligingizni ham ko'rasiz, zarracha qilgan yomonligingizni ham ko'rasiz. Xudo har bandasiga qilsa oson, javobin bergusi banda o'shal on. Endi kimga Alloh taolo oson qilib qo'ysa, ko'p istig'for aytgan bo'lsa, ko'p zikr qilgan bo'lsa, ko'p payg'ambar alayhisolamga salovat aytgan bo'lsa, tilini savollarga oson qilib qo'yadi. Halil akam bir ajoyib misol keltiruvdi. O'qituvchi o'quvchini yaxshi ko'rib qolsa, o'qituvchi ustoz shogirdni yaxshi ko'rib qolsa, imtihonlarni ham oson qilib, Alloh taolo niqosh qilib qolsa, ashi aybda hammasini topar ekan, bo'yniga qo'yib tashlar ekan, Xudo saqlasin. Yo'q, endi Alloh taolo xohlasa, rahm qilib qolsa, Muhammadning ummatiman degan la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh qalbimizda bo'lib turgan bo'lsa, u yog'ini Alloh oson qilib yuborar ekanda. Bo'pti, bandam endi meni deb shunaqa qilar ekan. Xudo har bandasiga qilsa oson, javobini bergusi banda o'shal on. Osongina. Agar qattiq tutar banda hisobin, o'zi bilg'ay anga solgan azobini. Endi agar qattiq ushab qolsa, o'zi biladi qanaqa qiladi. Alloh saqlasin. Bilur garchi jami'i holimizni
yuborur nomai a'molimizni. O'zi biladi Alloh taolo. Qanaqa rasvo bo'lganmiz, qanaqa gunoh qilganmiz, nima ish qilganmiz. Bizni haliga delamiz bor, farishta yozgan. Ashi nomai a'mol deb tushunadi. Ashi narsa bo'lmasa ham o'zi tayin ahvolimiz. U Alloh taolodan bitta harf, bitta nuqta qolib qolgan emas bekinib. Lekin nimaga o'sha nomai a'molimizni beradi desa, qo'limiz bilan o'qib, men o'zim mana shunga loyiq ekanman deb dedilgan berar ekan. O'zingiz majbur bo'yningizga olasiz ekan, qilgan ishlaringizni ko'rib, "Faman ya'mal misqola zarratin khayran yara va man ya'mal misqola zarratin sharran yara." Uni balkondan tushib qochib ketadigan senmisan? deb ko'rsatib turib, ona shpalarda o'tirgan senmisan deb o'zi videoda ko'rsatar ekan. Men tasavvurimni aytyapman. Biz o'zimizni tushunishimiz uchun aytyapman-da. Hali dokazativlar bilan. Ilojingiz yo'q, bo'yningizga olmasdan iloji yo'q bo'lar ekan. Ya'ni o'sha bo'lmasam odam shunaqa paytda ikki oyog'i bir o'tga kirib qolganda tanib turib oladi-da. Men unaqa emas edim men deb turib oladi-da. Ha shunaqa. Alloh saqlasin, na'uzubillah. Yuborsa nomani rahmat yo'lidan, kelur noma o'qulning o'ng qo'lidan. Agar o'sha dela nomai a'mol, ya'ni hozirgi kunda dela deb qo'yadi. O'ng tomoningizdan kelib qolsa, farishta o'ng tomoningizdan ko'tarib kelib qolgan bo'lsa, u Allohning rahmati bilan sizni jannatga kirishingizga bo'lgan ishora ekan u. O'ng tomondan kelib qoladi. Qizil yuzlik bo'lib ul ham sarafroz, suyungandan qilur u banda ovoz. O'qing nomamni ey turgan haloyiq, kelib tur nomi ixlosimga loyiq. Boyaligi, kitobimni ko'ringlar mana bu deb oladi deb o'shani aytayaptilar-da. Allohga qilganingizda ixlosim bor, o'zi gunohim ko'p edi-yu, jindek Xudoning bittaligiga, payg'ambar Muhammad alayhisolamning payg'ambarligiga ishonardim. Shu ixlosimga yorug' mana o'ng tomondan kelib qoldi deb so'yinib ketar ekan-da. Behishti oliya bo'lg'ay makoni, g'ariqi rahmati haq jismi joni. Ana joyi, uni boradigan joyi oliy jannat bo'ladi. Allohning rahmatiga g'arq bo'ladi, jismi joni ham juda rohat bo'lib qoladi. Agar noma kelur bo'lsa g'azabtin, kelur orqasidan yo dasti chaptin. Endi agar Alloh taoloning g'azabi bilan uni xat delasi nomai a'moli keladigan bo'lsa, yo orqasidan keladi. O'sha orqasidan keladi deganda ulamolar aytadiki, shunday orqasidan kelib beldan tiqib qonidan chiqarib yuboradi deydi. Mashinadan shunday chiqar ekan teshib. Yo chap tomondan keladi deydi. Alloh taolodan na'uzubillah. Qaro yuzlik bo'lib sharmanda ulqul, tutarlar ham solurlar bo'yniga qul. Shu kuni yuzi qora bo'lib sharmanda bo'lib bo'yniga qul soladigan, bo'yniga soladigan kishan bilan qo'lga soladigan kishani ko'rgansizlar endi. Bo'yniga soladigan kishan bilan bo'ynini, oyoqlarini kishanlab, lekin so'drab taqi zanjir etarlar gardaniga, tarahhum bo'lmag'ay yolborganiga. Yana lekin gardaniga butun hamma yo'g'iga zanjirlar soladi, dod deb yalinganiga foydasi bo'lmaydi. Bo'lur turlik mashaqqatlar havola, qilurlar jonibi do'zax kashola. Har xil mashaqqatlarni ko'radigan shu do'zax tarafga qarab so'drab ketishadi. Iloho qo'rqaturman hazratingdan, umidim ko'p erur g'afforatingdan, ey Parvardigoro. Sendan qo'rqamiz, taqvoyimiz bor endi baribir. Bandamiz, gunohimiz ko'p, lekin qo'rqamiz. G'azabingdan qo'rqamiz. Umidimiz ko'p. Seni G'affor degan ating bor, kechiruvchi degan noming bor, umidimiz bor. Allohdan qo'rqmaslik ham kufr. Shuni bilinglar. Xudodan qo'rqishlik, Alloh kechirib yuboradi deb beparvo bo'lishlik ham kofirlik. Xudo kechirmaydi, bo'ldi, men tugaganman deyishlik ham kofirlikda. Allohdan qo'rqishlik kerak va umidni ham uzmaslik kerak. Xudo kechiraman degan umid ham turish kerak yuradi bir chekasida. Va Alloh taoloning azobi ham bor degan narsa ham turish kerak. Yiqilganda yomon u yaxshi banda, qo'lingni qilmag'il sharmanda. Anda yig'ilganda ekan. Yig'ilganda yomon u yaxshi banda, qo'lingni qilmag'il sharmanda. Anda agar a'molima solsam ko'zimni, sazovori alam derman o'zimni. O'zimni nomai amolimni o'zim o'qsam bilaman, men o'zi do'zaxga loyiqligimni bilaman. O'zi rasvoligimni bilaman. Agar altofingga boqsam ilohim, umidim ko'p bag'ishlangan gunohim. Ammo lekin seni lutfingga qarasam, nomai amolimga qarasam ishataq. Daftarga qarasam, deliga qarasam ishataq. Bu yoqqa ketdi o'ldi rasvo. Lekin seni latifligingga, mehribonligingga, seni g'ofirligingga qarasam, shu umidimni uzamayapman. Seni gunohlarimni kechirib olasan deb umid qilyapman. Agar seni yopmasang ey olimi g'ayb, bo'lur tonglar muayyan soni yo'q ayb. Agar ey olami g'ayb degani, olimi g'ayb meni bekitib borgan ishlarimni ham biladigan ey Alloh taolo Robbim, agar seni yopib bekitib qo'ymasang, qiyomat kunida hisobi yo'q ayblarim ochilib ketadi. Qiyomat kunida juda ko'p ayblarim ochilib ketadi. Iloho mag'firat muhtojidurman, sening keng rahmatingdan rojidurman. Roji degani umidvor degani. Ya'ni Xudoyo, seni mag'firatingga muhtojman, kechirishingga muhtojman, seni rahmatingga umidvorman. Umidlar ko'p erar andoq sharaftin, yuborsang nomamizni o'ng taraftin. Umidim shuki, ash kuni nomai amalimizni o'ng qo'limdan bergin. Hijobi avfi yopsang aybimizga,
duriy rahmatni solsang jaybimizga. Hijob degani hali yopadigan o'rachiqda. Ayblarimizni shunaqa hijob bilan o'rab bekitib qo'ysang va o'zingni rahmatingni gavharlarini jaybimizga degan cho'ntagimizga degan. Jayb deb cho'ntak aytadi. Jayb bo'l. Seni rahmatingni dur gavharlarini kechirishlik mag'firatlaringni cho'ntagimizga solib qo'ysang. Iloho qo'rqadurimiz jonimizdan, yuborma nomani so'l yonimizdan. Umidlik bandadurimiz ham haroson, hisobimizni o'lkul qilg'il oson. Talattuf birla so'rg'il korimizni, qaro qilma ukun ruxsorimizni. Ya'ni talattuf bilan degani yumshoqlik bilan, iltifot bilan nimamizni so'ragin. So'roq savolimizni talattuf bilan, iltifot bilan so'ragin. U kuni yuzimizni qora qilib ruxsor deb yuzda aytadi. Yuzimizni qora qilib qo'ymagin, ha? Agarchi nomunosibman, yomonman, o'zing aytding qulimga mehribonman. Agarchi nomunosibman, yomonman, o'zing aytding qulimga mehribonman. Alloh taolo o'zi aytdi Qur'onda, men la taqnatu min rahmatillah, Robbingiz rahmatidan umidingizni uzmang dedi Alloh taolo. Payg'ambarimizga aytdi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ey banda, ey Muhammad alayhisalom, onovi meni bandalarimning ichidagi o'ziga o'zi zulm qilib olgan, o'ziga o'zi jabr qilib olgan shu gunohkor bandalarimga ayting, Robbingiz rahmatidan umidingizni uzmang deb qo'ying, aytib qo'ying dedi-da. Mana shu gapni aytgansan, o'zing mehribonsan, shu ishonganim shu, sen shuna degan yering bor. Ha? Agar chandiki bo'lsam zishtubatkor, habibing ummatiman, qulatim bor. O'zi gunoh ko'p, zishtubatkor degani ishlari juda xunuk, rasvo bo'lsam ham shu bitta ishongan narsam Muhammad payg'ambarning ummatiman, banda degan nomim bor, shuni qulingman, shuni bilaman, xolos, boshqa hech narsa bilmayman endi. Endi o'zing kechirmasang bo'lmaydi deb o'shada ham bir erkalab olamiz ekan. Alloh taolo hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilgan bo'lsin. Bu suhbatimizga sababchi bo'lgan birodarlarimizni, Abror bey ukamizmi, mana Arab ekanmidi, bu birodarlarimiz mana ziyoratga kelishdi. Alloh taolo dunyoda ham mana ulfatligimizni birodarparvar qilsin. Payg'ambar alayhissalom do'stlarini Alloh uchun ziyorat qilganlarda yaxshi ko'rar ekan. Bir kishi uzoqda yashaydigan bir do'stini ziyoratiga yo'lga chiqibdi. Yo'lga chiqib ketyapsa, nima bo'ptiki, bir Alloh taolo biladi qayerga ketayotganini. Mana bandamga borib nima qiling? Farishtalarni jo'natar ekan, odam suratida borib so'rang qayerga ketyapti. Qayerga ketyapti. O'zi biladi Alloh taolo. Endi odam suratida kelar ekan, hali bechora yo'lda ketayotgan odam, assalomu alaykum, alaykum assalom, qayerga ketyapsiz? Palon qishloqqa ketyapman, nima ishingiz bor? Bir do'stim bor edi. Ishingiz bormi do'stingiz? Yo'q, olasa berasa yo'q, bir savdo sotiq yo'q. Shu ko'rgim keldi, shu ketyapman, shu odamni yaxshi ko'raman, shu do'stim, shunga ketyapman. Ha, Alloh taolo ham sizni yaxshi ko'rar ekan. Alloh taolo meni jo'natdi vakil qilib. Ya'ni men farishtaman, Allohning elchisiman. Sizni Alloh yaxshi ko'rar ekan. Ya'ni Alloh uchun bir do'stini yaxshi ko'rgan odamni albatta Alloh yaxshi ko'rar ekan. Ya'ni u Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rsa odamlar, qiyomat kunida haligi boyaga aytgan hisob kitoblar bo'lmaydi. Hech arshda soyasidan boshqa soya yo'q paytda hamma qulog'igacha terga botib, qiylanib, abjag'i chiqib yotgan yerda haligi 7 ta toifa odam mana shunaqa ko'kalamzor yerda, salqin yerda jannat eshigi ochilishini yotib, kutib yotishar ekan. Hali enasi emib qorni to'ygan go'dak qanaqa uxlaydi maza qilib. Ashaqa uxlab o'sha 50 ming yillarni o'tganini bilmas ekanda. Shu sekin o'tirib kattaga kirib ketib qoladi. Alloh taolo nasib qilsin. Xudo uchun do'st bo'lganlar. Sizlar bilan umid qilamanki, biz o'shaqa do'stimiz, o'rtada bir bo'lib oladigan pulimiz yo'q, o'rtada bir pul qo'yib qo'yadigan savdomiz yo'q, boshqa bir maqsadimiz yo'q. Shu bir-birimizni ko'rsak quvonamiz, so'yinamiz. Alloh taolo do'stligimizni bardavom qilgan bo'lsin, bi rahmatiga. Alloh. Rahmat, salomat bo'ling.